Assalomu alaykum va rahmatulloh va barakatuh. Aziz kuzatuvchilar, Ra'no Shodiyeva deganda men ko'zimni oldimga o'sha juda jiddiy odam, aktrisa, haqiqiy aktrisa, o'zini ishini fidoyisi va oxirigacha mana hozirgi kungacha siz shuni dalilni keltiryapsiz. Ayub Shahobiddinov film haqida gapirdik, bahorni quvib. Archaligi sevgi muhabbatni shu olib kelgan deydilar-ku. Bahorni quvib. Juda ham chiroyli. Endi men ssenariyni o'qiganimda, siz ham o'qigansiz. Men endi bu darajada bu film shunaqa yetib keladi deb o'ylamagandim. Chunki bir tekstda sal endi siz prova bergan obrazingiz juda ham qiziqarli. Menga kelganda juda ham sal samniyam bor edi, lekin endi professional jamoa, Ayub Shahobiddinov rejissyor, albatta bu narsani hamma kerakli narsani yuzaga chiqarib va bu film juda ham a'lo darajada o'sha xalqaro kinofestivallarda sovrinlarni olib kelyapti. Bu menimcha o'ylaymanki professional darajadagi insonlar o'tda ishtirok etgani uchun. Demak, hozirgi paytda professionallar darajasida kam odamlar ishlayapti demoqchisiz. Ular balkim o'zini professional deb o'ylayotgan bo'lishi mumkin, lekin aslida juda ko'p muammolar bor bularning ichida. Va yetkazib bermasligi. Mana hozir renessans payti deyishadi, chunki kinolar aqllatib ko'p olinyapti. Juda ko'p kinolar olinyapti. Mana siz o'zingiz dalil bo'lishingiz mumkin. Nima deyishingiz mumkin hozirgi kinoga siz hamma o'sha bilasiz, o'sha nomma-nom qaysi kino, lekin siz ularga qanaqa baho bergan bo'lasiz? Javohir aka, bilasizmi, bitta narsani hozir siz, men hamma narsani rad etsak, shu bilan kino to'xtaydi, to'g'rimi? Lekin ularning orasida ham ijodkor insonlar ham bor. Balkim tajribasi yetmayotgandir, ko'p narsa bo'lishi mumkin. Moliyaviy tomondan yetmaydigan narsalari bordir va hamma to'sqinliklar. U ham misol uchun professional darajadagi aktyorlarni ham olgisi keladi, o'sha prodyuser deysizmi, rejissyor deysizmi, lekin mablag'i yetmaydi va ko'chadan ijodkor deyman-da, aktyor deya olmayman ularni, prosta ijodni sevadigan inson syomka jarayoniga kelib va ijro qilgisi kelyapti, lekin afsuski bu narsa qo'lidan kelmaydi. Hammani ham qo'lidan kelmaydi aktyor bo'lish. Endi hozir hamma narsani rad etmayapman, chunki men ham ijodkorman. Men ijod qilgim kelyapti. Takliflar ko'pmi? Takliflar juda ko'p. Buni afsuski deya olmayman. Juda ham yaxshi, chunki ijodkor insonlar ko'p. Va lekin bu ijod samarasi yaxshi chiqadimi, yomon chiqadimi, buni faqat oxirida bila olasiz yoki ish jarayonida, to'g'rimi? O'zingiz ham bu narsa bilan duch kelgansiz. Lekin baribir ham ijod ketsa yaxshiroq-da. U to'xtab qolsa ham kino esdan chiqib ketadi. Shunaqa ijodkorsizki, siz to'xtagan paytingiz bo'lganmi? Men nimagadir esimda yo'q, to'xtab qolgan paytingiz bo'lgan. Bunga faqat sabablar bo'lgan. Ikki marta to'xtagan paytim bo'lgan, ko'pga emas, 1 yilga, bu 3-farzandimni ko'rganimdan keyin. Chunki men o'ylaganman, bo'ldi, men o'zim faqat oilaga bag'ishlayman deb o'ylaganman. Afsuski bo'lmagan, depressiyaga tushib, uyda to'polonlik qilib, baribir ham ijodga chiqib ketdim. Va ikkinchi marta siz o'zingiz bu narsaga guvoh bo'lgansiz. Jaloliddindan keyin men bir og'ir operatsiya bo'lib, 1 yil davomida o'zimga kela olmaganim uchun mana shu to'xtatuv bo'ldi. Boshqa bo'lmagan 35 yil kino olamida ishlayotgan bo'lsam, 2 yilini ozgina to'xtatuv bo'lgan faqat. Men bir narsani aytaman sizga, men tan beraman sizga. Chunki siz bilan o'sha Jaloliddinda syomkada men ko'rdim. Siz shunda og'ir o'sha muolajalardan keyin shu anaqa bilan, zo'nchik bilan, lekin unda kelardingiz, lekin shunda kadrga
kelishayotganda shundoq yana anaqa anaqa qilib tabassum qilib keyin rolga keyin yana bu stop bo'ldi olindi desa yana keyin Endi o'zingiz bilasiz qanaqa holatda bo'lganman, ximiyalar men bilan. besh ketdim. Umuman odam qiyin bunaqa joyda ishtirok etish, bu narsa bilan shug'ullanish. Lekin bu menga motivatsiya berdi, menga kuch berdi. Yana ham yashashga umid berdi menga. Chunki men o'zimni kerakli deb his qilganman-da. Bilaman, oilada men kerakman, yaqinlarimga kerakman, lekin ijodga ham kerak bo'lganimni ham menga ozgina bo'lsa ham kuch berganda. Chunki o'sha Bo'zdog'dan qo'ng'iroq kelganda, ikkinchi faslga yetishganki, mana shunaqa eshitdik, mazangiz yo'q ekan. Lekin siz bilan aynan ishlashni davom ettirmoqchimiz. Boshqa aktrisa topsak bo'ladi. Lekin o'sha prodyuserimiz iltimos qilyaptilar, baribir ular bilan gaplashing. Men baribir o'sha paytda Turkiyada edim. Va rosa yalindim Olim akaga. Rosa yalindim. Men aytdim, men o'zimning rolimni hech kimga bera olmayman. Tasavvur qilasizmi? Men yillar davomida bu narsani shakllantirdim. O'sha Oychecheni obrazini yaratdim. Hozir boshqa aktrisaga buni berib yuborish qanaqasi xuddi o'zimni bolamni berib yuborgandek bo'laman. Ana. Qila olmayman bu narsani. Ruxsat bering dedim. Endi zo'r ruxsat berdilar. O'zingiz bilasiz, ahranalar bilan. Ahrana emas, yordamchilarim bilan bordim, chunki juda og'ir holatda edim, lekin bu narsa ham menga ozgina ilhom berdi, kuch berdi menga. Kerakligimni his qildim men. Bu narsa men uchun demak muhim ekanda. O'zimni har doim kerakli deb his qilishim kerak. O'sha kimgadir kerakli bo'lish bu juda katta bir men uchun hayotda bir turtki deb o'ylayman. Albatta. O'zing uchun emas, faqat bir boshqalarga ham bir Endi men unaqa inson emasman, yolg'iz yashab, bir xilli bor, yolg'izlikda ham yashab ketadi va yashab keta oladi. Lekin men unaqa yashab keta olmayman. Men har doim his qilishim kerakki, menga kamlik yetadi. Hattoki oilam ham menga kamlik bo'ladi. Men hattoki tomoshabinlarim, meni yaxshi ko'radigan o'sha tomoshabinlarimni ham men ularga kerakligimni ham his qilishim kerak. Usiz qiyin ekan. Mana hozirgi paytda siz nafaqat o'sha fondlarda ishlagansiz, ishlaysiz ham, boshqa kinodan tashqari, ijoddan tashqari bu ishlar ham hozir ketyaptimi? Ijtimoiy yo'nalishda albatta, ha, hali ishlayapman. Qanaqa ishlayapman? Endi hamma fondlarimni juda kerakli qo'llarga topshirganman va endi 100% imkoniyat cheklangan insonlar bilan ishlamayapman, lekin ular uchun o'sha kerakli dasturlar yaratyapman, hali ham yozyapman dasturlarni va bu ustida ishlayapman va ana deyiladi-ku, nishtatniy sovetnik sifatida ham ko'p ishlayapman, ko'p maslahatlar beraman, fondlarni yanada ham ochishga yordam beraman. No, shaxsan o'zim faqat yozma ravishda ishga o'tib ketganman. Umr yo'ldoshingiz Olim aka, men hayotda juda ham bir bu odamni taniyman, sizdan oldin biz do'st bo'lganmiz, hozir ham do'stmiz. Bu mana shu kamdan kam nimaga men hozir juft halollik to'g'risida gapiryapmanki, bu san'atda kamdan kam odamlar baxtli bo'ladi. O'sha er xotin ko'pincha ajrashgan bo'ladi yoki bir ko'pincha bir qanaqadir har doim, endi o'zingiz bilasiz. To'g'ri. Kam juda bir чтобы была вот такая семья, shu oila o'zi bir-birini juda hurmat qiladigan oilasilar. Endi o'zingiz ham bilasiz-ku, oila qurish buni orqasida juda ham katta ish turibdi. To'g'rimi? Bu o'zidan o'zi kelmaydi. Siz bu ustida ishlaysiz. Baxtli bo'lish uchun ham albatta ikki tomonlama inson bir-birini ustida ishlashi kerak. Qanaqa bir-biringlarni yaxshi ko'rib qolgansizlar birinchi marta? Men yaxshi ko'rib qolmaganman ularni. Yo, albatta. Endi bu narsani hammasini batafsil ayta olmayman, chunki yaqinda men kitob yozib bo'ldim. Tabriklayman juda. 2,5 yil ichida biz Madina Mo'minova bilan birgalikda soavtorim kitob yozganmiz. Butun hayotim haqida roman stilistikada bo'ldi. Bo'lmasa hech qanaqa boshqa savollar yo'q. Shuni xohlardimki, aynan o'sha kitobda o'qishni xohlardim, lekin men xo'jayinimga aytaman,
bir o'tirganimizda aytamanki, jon, biza shu 20 yil emas, biz menimcha 50 yil yashadik shekilli deymanda. Yili 2 yilga. Chunki bizni hayotimizdan o'sha o'tgan o'sha voqealar, o'sha sinovlar hammasi menimcha 50 yil yashagan oilalar ham ko'rmagan shekilli biza ko'rgan narsalarimizni. Yo'qotishlar, yana qaytishlar. O'zingiz bilasiz, endi hamma narsani. O'shaning uchun bizning muhabbatimiz hozir umuman boshqacha. Umuman muhabbat bu yillar mobaynida albatta muhabbat bu boshqa narsaga aylandi-da. Bu hurmat, bir-birimizga bo'lgan hurmat va bir-birimizni asrab avaylash. Va bekordan bekor bizim hattoki qaynonam ham rosa urushgan edilar-da. Bo'ldi, o'sha yoshingiz katta bo'ldi. Namuncha bir-biringlarni jon deyurasizlar derdilar-da. Keyin men uyalib aytdim, jon, o'zgartiraylik, adasi deymizmi, oyisi deysizmi? Yo'q dedilar. Sen meni qarisam ham men seni jon deyman, hattoki nevaralarimiz ham seni jon deyshadi. Hatto hozir 4 ta nevaram ham jon deb chaqiradi meni. Ismim bo'yicha emas, buvijon ham emas, jon deb chaqiradi. Bu endi bularni nimalarida yutuqlari deb o'ylayman. Albatta erkak uchun. Erkak kishi, men endi to'g'ri aytadi-ku, bo'yin ayol kishi, bosh bu erkak kishi. Bo'yin qatga burilsa, bosh ham o'sha yerga buriladi. Lekin men o'ylaymanki, asosiy stерженьni oilada ushlab turadigan bu erkak kishi bo'lishi kerak. Albatta. Har xil oiladagi g'iybat, nima, gap so'z, uydan chiqib ketmasligi bu erkak kishining qo'lida. Bu narsani ruxsat beradimi o'sha atrofdagi oilasiga yoki yo'qmi? Olim akada shu fazilat juda kuchli. Juda kuchli ushlab turadilar va men o'ylaymanki, bizning oilamiz mana bunaqa ajrashib ketmaganimiz, mana bunaqa endi har xil holatlar bo'lishi mumkin-da. Bizni juda og'ir nimada sinovdan men hattoki men kasalligim ketib borishlari ham mumkin edi, lekin hamma narsa juda men o'sha eng kuchli stержень bu Olim aka bizning oilamizda. Hamma narsani ushlab turadigan ular. Ana iloyim umrlari uzoq bo'lsin. Olim akammiz shu sizlarni bolanglar, shu to'ylarni ko'ring. Bu albatta katta baxt. Men buni odamiy sifatlarini bilgan holda Olim akammiz odamiylik sifatlarini bilgan holda, chunki men uchun eng katta o'sha unvon o'sha odam bo'lish, odamlikdan chetlashmaslik. Va mana qarang, bizni kuzatuvchilarimiz To'ylar muborak filmini 20 yil bo'pti. 20 yil bo'ldi. 20 yil bo'ldi. 2007-yilda Ayri jaziramada chilla paytida siz 20 yosh orqaga yoshlik paytingiz, men 27 yoshimda bo'lgan ekanman. Ana 27 yoshda bo'lgan ekansiz. O'sha paytlarga qaytsak, o'sha kino payti men juda ham hech o'sha mos odamni topa olmaganman o'zimga. Demak, To'ylar muborak bo'lsa, bu albatta kuyov bo'lish kerak va kelin bo'lish kerak. Kelin yo'q, albatta kelin. Nimaga esimda juda ham ko'p nimalaringiz bor edi. O'sha kino nimaga bu obrazga nominantlaringiz bor edi. Juda ko'p edi. Ko'p edi. Lekin hammasi bir qanaqa to'g'ri kelmayapti-da. Keyin men Roza Pamoldiga borganman. Eslamoqchi edim, Roza Fayzulayevni sizga aynan men tavsiya bergan edilar. Mana deganlar, Ra'no Shodiyeva degan bor. Zo'r, sizlar даже bir-biringizga to'g'ri kelasizlar. Endi yosh nimasida to'g'ri kelasizlar degan edilar. Chunki men bilaman, rasmlarni ham ko'rganman, juda ham ko'p yaxshi aktrisalarimiz bor edi. Lekin yosh nisbatan to'g'ri kelmasdi yoki aktyorlik mahorati yetmagan bo'lishi mumkin siz uchun. To'g'ri. Keyin bilaman, Roza opa chunki chaqirgan edilar. Endi qo'rquv bilan borganman. O'zim bu intervyungizga kelmoqchi emas edim. Ana, to'g'risini aytyaptilar. Men endi to'g'risini gapirishim kerak, chunki men sizga aytganman. Men chaqirsangiz men to'g'risini gapiraman. Men yolg'on gapirmayman. Hech kim yolg'onni sizdan kutmaydi ham. Endi men uchun bu kino juda ham og'irlik.
Men ishimni to'g'risida gapirayotganim yo'q. Men ishimni o'zim bilasiz, kasbi bo'lgan muhabbatim, kasbi bo'lgan intilishim va o'zim ustimda ishlashga harakat qilganman. Hattoki o'sha kinoga ham, To'ylar muborak 2 ga ham juda ham jonimni berib ishlaganman. Shu siz bergan zadachangizni, siz men uchun u yerda plashatkada aktyor bo'lmagansiz, men uchun siz rejissyor bo'lgansiz. Chunki menga farqi yo'q, u oldin aktyor bo'lganmi va syomочный plashatkaga kelganda, demakki u rejissyor bo'lsa, ro'paramda o'tirgan odam, demakki men u odamga bo'ysunishim shart deb hisoblayman men. Chunki u rejissyor. Va hattoki agar esingizda bo'lsa, ko'ynakni ham, svadебный ko'ynakni ham o'zim tikkanman. Da, no, Swarovskilarni men olib berganman. Ha, yo'q, aytmoqchimanki, men tikkanman. Da. Pul masalasi emas, finansiy tomonlama emas, finansiy hamma narsani to'lagansizlar, как положено, chunki men o'sha atelyeda ishlaganman. Ana. Dizayner bo'lib ishlaganman va sizlar o'sha yerga Marina Sagdullayevaga murojaat qilgansizlar va juda chiroyli da, endi o'sha paytdagi, o'sha zamondagi ko'ynak, men uni o'zim bichib, o'zim tikib, o'zim ustimga primerka qilib, juda mehr berib tikkanman u ko'ynakni. Chunki men aytganmanki, o'zim kiyaman-ku deganman-da, demak u juda chiroyli bo'lishi kerak deb ishlaganmiz. Kinoda birinchi marta kelinchani va unaqa современный kelin ko'ynakni kiyganman. Men hech qachon, hozir eslasam, bu birinchi va oxirgisi bo'lgan. Men faqat tarixiy kinolarda, endi kelinchalarda o'ynaganman, lekin unaqa oq ko'ynak libosda kiyib kinoda chiqmagan ekanman, o'ynamaganman, ijro qilmaganman demoqchiman. Va juda yaxshi bo'lgan, hamma syomka jarayonlarimiz, hammasi zo'r ketgan, nima bo'lgan. Endi men tushunaman, siz ham o'sha paytda balkim asabda bo'lgansiz. Hammasi finansiy tomon, sponsorlaringiz yetkazib bermagan pulni, nima endi o'zingiz ichingizda nima bo'lganini o'zingiz bilasiz, lekin butun jahlingizni menga sochgansiz. Balki esingizdan chiqib ketgandir bu narsa, bilmayman. O'sha jahlim. O'sha syomka tugayotgan paytlar 3-4 kun qovida syomka jarayoni qolgan va to'y sahnalari. Eng qiyin sahnalari qoldi. Qiyin qanaqa ijod qiyin emas, siz uchun qiyin, rejissyor uchun, chunki masovka 100 tadan oshiq odam bor edi. Bizda restoran Bahor adashmasam, o'sha yerda syomka qilganmiz va 100 ta odam bizga qarab turgan. Soat kech, bolalarim o'sha paytda kichkina edi va menga juda ham pul kerak edi. Siz menga va'da bergansiz, pulni beraman deb. Siz o'zingiz jahlingiz chiqib turgan payti, balkim men ham noto'g'ri qilgandirman, bilmayman, noto'g'ri paytda so'ragandirman, lekin sizni o'sha yerdagi munosabatingiz menga, endi siz tomoshabinlarga aytmoqchiman, agar Javohir aka bir portlasalar, bu juda ham yomon portlash bo'ladi. Atomniy bomba portlaydi-ku, xuddi shunaqa narsa bo'ladi. Buni ochiqcha gapirmoqchiman. Va shu atomniy bomba menga portladi. O'sha yerda 100 ta odamni oldida juda yomon xafa qilgansiz meni, juda ham yomon. Men hozir sizdan kechirim so'ramoqchiman. Bilaman, undan oldin ham kechirim so'radingiz. Yo'q, lekin mana hozir u kechirim nechta aytsa, bilasizmi? Оказывается, kimdir bitta odamni juda ko'nglini xafa qilgan bo'lsa, hammani oldida kechirim so'rashga. Mana millionlarni oldida men sizni oldingizda kechirim so'ramoqchiman, Ra'noxon. Da, o'shanga aytmayman, balkim o'shanga kelmayman dedim, lekin siz o'zingiz aytdingiz, balkim o'sha yillab siz saqlab yurgan menga nisbatan jahlingiz, alamingiz, balkim o'shani gapirib olsangiz chiqib ketadimi deb o'zingiz ham taklif berdingiz. Albatta. Men o'yladim, balkim rostdan ham, chunki men unaqa yomon ko'radigan insonlarim yo'q. Meni ham shunaqa-da hozir, o'shaning uchun va o'sha paytda necha yil davomida siz deysiz. Lekin
Jaloliddindan keyin biz ancha do'stlashib qoldik. Eng qiziq narsa bizning farzandlarimiz do'st bo'lib qoldi. Bir-birini so'rab turishadi. Yo'q, keyin olim paydo bo'lib qoldilar. Yana suvoqchi. Yana Bu eng bari o'rtog'im, akam. Va endi bitta narsa, endi meni portlashim ham yomon portlayman, lekin o'zimning ichimda, oilamda bo'ladi. Bilasiz, men unaqa hech kimni qo'yini orta olmayman men. Menda unaqa nimam yo'q. Fazilatim yo'q, unaqa odatim yo'q meni. Va ichimga yutib, haligacha esimda bu voqea. Svadibniy ko'ylakni yechishga ulgurganman. Shunda syomkani to'xtatib, shunda taksiga o'tirganman. Uyimga ketgunimcha yig'laganman. Keyin uyga kelib bir oy yig'laganman. Men chunki bu narsani men uchun juda qiyin bo'lgan. Men sizni как rejissyor sifatida qabul qilganman-da va menga rejissyor shunaqa muomala qilganini men o'zimni kechira olmaganman. Bir oy depressiyada bo'lganman. Buni juda ham yaxshi oilam, farzandlarim, hech kimga ayta olmaganman, lekin onam keyin majbur bo'lganlar Ro'zi Fayzullayevnaga telefon qilishga. Aytganlarki, Ra'no bir oy xonada qamalib o'tiribdi. Nima qilishimni bilmayapman, bu jinni bo'lib qoladi deganlar. Keyin Ro'za opa kelib, meni joyiga qo'yib, o'zimga keltirib, keyin men yana ijod qilishni boshlaganman. Endi ular bilardilar-da, qanaqa so'zlar to'g'ri topish. Nafrat sizga nisbatan qolib ketgan edi. O'zingiz bilasiz, necha yil davomida men bolalarimni ham hattoki sizga nisbatan nafratini uyg'otganman. Va даже bolam katta bo'lganda ham sizga nisbatan sal ozgina, balkim endi bola-da baribir ham noto'g'ri sizga muomala qilgan. Balkim shu kun kelgandir bu narsani esdan chiqarish. Bilmayman. Bu endi hozir biz ijoddan qochib ketgan holda siz bilan suhbat qilyapmiz. Balkim vaqt kelgandir. Inson kechirimli bo'lishi kerak, to'g'ri. Endi men shunaqa insonman. Sizni jahlingiz tez chiqarasiz, esingizdan chiqarasiz. Meni ichimda yutib yuraman men. Jahlim yo'q, lekin ichimda portlash juda yomon bo'ladi. Va balkim bejiz emasdir, bu yerga kelib shu narsani gapirib olib ichimda qolmagani uchun bilmayman. Balkim noto'g'ridir. Endi men ham shunaqa insonman. Menimcha bu to'g'ri bo'ldi. Chunki endi hozir bu narsani hojati ham qolmadi. Men siz bilan plashatkada uchrashaman. Biz hamkasbmiz siz bilan. Baribir ham qaysidir paytdan keyin birga rollarimiz tushib qolishimiz mumkin, birga ijod qilishimiz mumkin. Va men kimman? Men Xudo emasman. Men faqat Alloh kechirishi mumkin. Men kim bo'pman? Yo'q, lekin mana to'g'risini sizga aytaman, Ra'noxon. Odam, men ko'p kinoda o'zim gapiraman shu narsani. Agar odam rozi bo'lmasa, kinosi o'xshamasligi mumkin. Mana men bekorga sizga hozir dekoratsiyalarni ko'rsatmadim, yonib ketganman. Demak, har bir narsada bir hikmat bor. Mana shuncha sovrilgan pul, mana o'shanda juda katta mablag' ketgan. Ha, juda. Chunki pul men ko'rib turdim, pul ayamaganida bu to'ylar muborak 2 uchun. Men hattoki hech esimdan chiqmaydi. Menga ana odamlar voy jinni ekansan deyishganda, chunki hammaga kimga sponsor pul bersa, ular bunga borib o'sha pulga mashina olardi yoki bir qanaqadir kichik telefon olardi. Shunaqa men aytganmanki, bitta telefon ham olib qo'ymaysanmi o'zingga deyishganda, men aytdim, yo'q. Men har tintinigacha o'sha kinoga olinganmi, bu kinoga bo'lish kerak. Lekin mana qarang, o'sha paytda Faryod chiqdi. Said Muxtorov Faryodi. Ular juda kam mablag' ketkazganlar kinoga, lekin juda katta mablag' olganlar. 10 barobar. Ketkazgan pullarni 10 barobar balki mavzudir. Mavzu albatta, lekin men o'sha 5 so'm ham o'shanda ishlamaganman-da. Butun o'sha mana sizni norozichiligingiz
haqiqiy norozi bo'lganingiz uchun ham men o'ylaymanki shunaqa ham bo'lgan. Chunki men nafaqat o'ta mayli daromad, meni butun hayotim keyin antar-to'ntar bo'lib ketgan. Bilasizmi? Balki men sababchi emasmandir bu Yo'q, sababchi emasdirsiz, lekin baribir ham to'g'ri, balki bu narsa bordir, norozilikda, hamma baribir inson endi paytda yosh bo'lganmiz, balki o'sha paytda kelishuv qilmagandirmiz. Hayot bu ham darsli bizga. Sizga, menga ham bu katta darsli bo'ldi. Men ikkinchi o'zimni xafa qildirmaydigan bo'lganman. Bu voqeadan keyin men hech kimga, na oilamga, na ijodkorlarga o'zimni xafa qildirmaydigan bo'lganman va kerak joyda javobimni ham hamma narsani qaytaraman. Men uchun ham bu juda katta darsli bo'ldi. Ana. Tamam, hamma narsadan, sizdan bilan bo'lgan voqealardan, hamma narsadan siz baribir saboq olasiz. Albatta. Sizga bu hayotiy dars. Albatta. Demakki, shu narsadan o'tishimiz kerak edi. Siz ham, men ham. Va necha 20 yildan keyin mana o'tirib, bemalol siz bilan suhbat qilisham, bu ham ancha nimamni qalbimni ham yengillattirdi. Bilasizmi, mana yangi O'zbekiston, yangi bir qanaqadir hissiyotlar. Men nega deganim yangi O'zbekiston, hozirgi paytda mana aktrisalardan siz men uchun o'sha oliy eng zo'rlardan bittasisiz. Ular kam va o'ziga o'sha kasbiga sodiq bo'lgan va o'sha ustoz ko'rgan. Men shu narsalarni yetkazmoqchiman shu yoshlarimizga. Mana siz bilan 20 yildan keyin biz uchrashib o'tiribmiz. Oldimda mana siz unaqa qattiq o'zgarmadingiz, bilasizmi? Bir xil paytda juda katta o'zgarishlar bor, odamlarda bo'ladi, hattoki tashqi ko'rinishda ham. Lekin mana men sizga qarab shu aytmoqchimanki, siz bizni yosh aktrisalarimizga o'rtak bo'lishingiz mumkin har doim. Sizni o'zingiz mana o'zingizni tutishingiz, rol tanlashingizda, bir qanaqadir sizni yangi kinolaringizda. Shuning uchun qarang, bu taqdir shunaqaki, hammasini birgalikda jamlab, agar menga qaysi aktrisa bilan siz intervyu qilgan bo'lardingiz, men siz bilan degan bo'lardim. Va qarang, bunga to'ylar bor ekan. Mana 20 yil deganda endi chiqaryapmiz. Men buni 4K ga ko'chirmoqchi edim, bo'lmadi. Nimaga? Bilmayman, anaqasi rafi tortmas ekan. O'sha bir yomondan qo'rqganda 4K ga o'tmay qoldi. Balki endi bo'lar. Yo'q, endi ham bo'lmaydi. Chunki o'sha yerda hamma narsa muhrlanib qolgan. Yo'q, bilaman, hattoki bizda oxirgi 3 kunlik syomkamiz bor edi, uni yetkaza olmadik. Bilaman, siz bir narsa qilib, Mavlid opa bilan bir narsalar syomka qilib bitqizdingiz, lekin shunga rosa siqildim. To'g'risini aytaman, rosa yomon siqildim. Aytdimki, nima boshdan qat'iy nazar mana shu 3 kunni ham yetkazishim kerak edim deb o'zimga ham gapirdim. Tushunyapsizmi? Bu men uchun shunaqa otilgan o'q bo'lgan siz tomoningizda, siz menga aytgansizki, bo'ldi, men tushmayman, bo'lmasa oxirini o'ynamayman degan. Bu juda muhim sahnalar qoldi. Eng muhim final bo'lishi kerak edi. Siz menga shunaqa degan. Men ham albatta eshak bo'lib o'sha paytda sizga balkim bir og'iz kelib men bilan suhbat qilganingizda, balki mana endi siz ham o'sha paytda yoshsiz, xarakteringiz yonayotgan paytingizda men ham men hozir ham afsuslanaman bu narsadan. Afsuslanaman, baribir ham ish bilan anuni solishtirish kerak emas ekanda, munosabatlaringiz, xarakterlar, bar ishni oxirigacha yetkazish kerak edi. Bu ijod. Men nima bo'lishidan qat'iy nazar, baribir ham to'g'ri, siz ham men ham ishimizni chilla degan, u nomi oldin chilla edi, chilla bo'ldi, keyin astalasofim bo'lib yonib ketdi u chillada. Bu nazvaniyasini kompyuterni grafikada $2000 ga o'sha paytda qilib bergan. Endi nomini o'zgartirishim kerakmi? Men g'urbatlardan keyin, ayol bilan bo'lgan g'urbatlardan keyin nomini o'zgartirdim. Qarang, Xudoni chevarligini. O'sha o'zgarilgan nomi ham xuddi dizaynerlar qilgan bo'lsa, shunda birinchi poster turibdi-da, anaqada ko'chada. Men ketyapman-da.
hozir o'yladimki, hozir yonib nomlari turadi, chiroyli. Bunda qarasam o'qilmayapti-da. Nomi o'qilmayapti, chunki u mana bunaqa jimjimalik qilib yozishgan-da buni. U oddiy yozilgan bo'lishi kerak edi, просто to'ylar muborak. Ammo pul ketkizib, mana bunaqa jimjimador qilib, o'sha ham o'xshamagan. Ko'ryapsizmi, hamma narsa oddiylikda baribir. Meni maqsad hamda biz ham nimadir qilamiz, lekin hayot oddiymi, oddiylikka baribir qaytirishimiz kerak. Lekin mana shu poster esimga tushdi. Lekin eng men kelib ketganman. Da, siz kelib ketdim lekin. O'zi zo'rda, chunki uni Maksim Pinson olgan posterlarni. Maksim prezident fotografimizni kinomizni posterini yasagan. Maksim telefon qilgan edilar, lekin men uchun dedilar. Men aytdim, siz uchun mayli kelib ketaman. Ko'rsatamiz, menda bor u posterda. Juda chiroyli rasmlar chiqqan edi. Yaxshi chiroyli rasmlar chiqdi va o'shani poster qilib qilganmiz, lekin syomkaga rozi bo'lmadim. Balki bilmayman, nima qilinsa endi yaxshilikka, lekin hozir mana shu narsaga qaytmayman, afsuslanmayman. Chunki o'sha sizni finalingizni ko'rib men o'sha final bo'lmaganiga ham kino bo'lmadi-da keyin, bilasizmi? Bu final har bitta narsani boshlanishi bor, kulminatsiyasi bor va finali bor. O'shanda уже keyin bu narsa buzilib ketgandan keyin nima qilib men bir balola qildi, bilasizmi? Bilaman, ko'rdim. O'sha bir balo bo'lib, keyin bitta anaqa bizni bitta kuklani мы ее назвали кукла Чаки. Chunki вот так эту куклу держали, и мы не могли, мы так угорали сильно от этого сцены, что видно, что... Bu aytmaman, hamma narsa bizga darsli bo'ldi, menga ham, sizga ham. Siz ham agar просто ozgina bo'lsa ham ma'vitingizda aybingizni his qilganingizda, kelganingizda bizni bitkazib yuborardik. Balkim deb o'ylayapman, chunki siz ham kimdir orqali Ra'no kelsin, yo deganman, shu bilan bo'ldi. Kinomiz ham to'xtadi. Biz ham ikkalamiz ham noto'g'ri ish qilib qo'ydik deb o'ylayman. Xudo xolisa, Ra'noxon, men hozir aytmayapman, sekin-sekin lekin tayyorlanish ketyapti. Bir juda katta zo'r ish qilmoqchiman. Endi misli ko'rinmagan, misli bo'lmagan, xudo xolisa, chunki endi jiddiylikda bu o'sha anaqalar bor hammasi. Sizga juda bitta chiroyli rol bor. Meni qo'rqityapsiz. Yo'q, to'g'risini aytolman, hammani oldi. Mayli, uni kino nima plashadkaga olmagan olib kelaman o'shanda. Bo'ldi, bo'lishi mumkin. Lekin to'g'ri, baribir bilasizmi? Sizni ijodingizni baribir ham kuzataman. Men nima qilishdan qat'iy nazar ijodingizni kuzatardim va juda ko'p filmlaringizni ko'rardim. Ali Hamrayev filmida bu babuda ko'rganimda men ko'rdim sizni, men aytdim, svoloch dedim. Kechirasiz, svoloch. Shunaqa zo'r aktyorda, lekin inson sifatida deb jahlim qilib chiqib ketganman. Baribir ham yaxshi ijodkorlar bilan ijod qilgisi keladi. Men nima qilsam. Va o'sha Jaloliddinda afsuski birga sahnalarimiz bo'lmadi, lekin siz, men va juda ko'p o'tdagi aktyorlar o'sha yondashuv professional darajada bo'lgani uchun, o'shaning uchun rollari juda yaxshi, a'lo darajada chiqdi. Lekin endi hozir aytasiz-ku, saviyasi tushib ketgan, chunki ijod qilmayapti-da hech kim. O'zini ustida. Yengil. O'zini ustida ishlamayapti, ssenariy o'qimayapti. Siz ssenariy o'qimasdan syomishga plashadkaga kelasizmi? Yo'q. Men ham kelmayman-da hech qachon. Chunki men bilishim kerak edi, meni liniyam qanaqa qurilgan.
kim Mantiq bilan bormi, bog'liq o'tdi? bor, yo'q, mantig'i bormi, yechimi bormi, yo'qmi, savollarga javob beradiganmi, yo'qmi degan narsa. Misol uchun bilaman, siz ham shunaqa qaraysiz. Har bitta obrazingizga. O'shaning uchun har bitta yaratgan obrazingiz har bir insonni, tomoshabinni xayolida joy oladi, qalbida ham joy oladi. Yaxshimi, yomonmi rolingiz qat'iy nazardan. Hozir ustoz ko'rmaydi, ustozni hurmat qilmaydi, ustoz gapirayotganda telefon bilan o'tiradi, eshitmaydi. Hozir siz bilan Adiza, rahmatli Adiza esladik. Qanaqa inson bo'lganda, bizni ular gapirayotganda og'zimizni ochib eshitib o'tirardik-da. Men islomiyman, shaytanat paytida ham, o'sha syomka bo'lgan paytida ham Jamshid aka gapirsalar, manaqa anqayib eshitib o'tirardim-da. Muomala aktyorga nisbatan kichkina, katta bo'ladimi? Ana jonim bolam, Ranosh derdilar-da. O'sha narsa qanaqadir juda qizim derdilar, motivatsiya berardi. Yanada ham ijod qilish, manaqa qilsang, chiroyli qilib tushuntirib beradi. Hozir kim? Hozir yoshlar eshitadimi? Men gapirsam, bitta narsani hozir esladim, bitta serial olganmiz. Men butun serialni o'qigan, 100 ta seriyani men o'qib chiqqanman. Men har bitta seriyani chiqaraman qog'ozga va o'qiyman. Chiqarganimda men qog'ozdan boshqacha his qilasiz. Baribir mana telefonda o'qolmayman. Ko'zim mana g'ilay bo'lib ketadi telefonda o'qisam. Va o'sha nima u aktyorga aytib berib, "Voy, bilasam, san roling mana shunaqa-da, mana o'zgarishlar bo'ladi. Вообще zo'r" deb bo'lsa, "Yo'q, ana shunaqami?" deydi menga. Chunki o'qimagan. Men shok holatida. Yana telefon qilib qo'ydi. To'xtab tur, ogin, men senga aytib beraman deganman-da. Telefonini qo'ydirtirib, unga butun rolini haqida gapirib beryapman. Endi bundan keyin nima deysiz? To'g'ri. Ustoz bilan ishlamayapti, ustoz ko'rmagan deyman-da hozir. Ko'p ustozlarga ham, misol uchun, ko'p aktyorlarga ham gapiraman. Nimaga syomka jarayonida sizlar aytmaysizlar, to'xta, o'tir, gaplash, qilaylik desa, Ra'no, charchadim gapiraverib. Eshitmaydi bular. Bizani ustozni qabul qilmaydi bular deydi. Bilasizmi, men to'g'risini aytaman, aktyorlik juda ham qiyin va o'zi shunaqa bir murakkab narsaki, bu erkak uchun juda qiyin kasb, lekin ayol kishi uchun undan ham qiyinligini bilaman. Qanday qilib mana shu paytgacha, mana biz o'sha boshida suhbatimizni 2 marta siz aytdingiz, pererv bo'lgan. Lekin mana shu har doim mana shu yangi bir qanaqadir proyektlarda nima sizga har doim bir motivatsiya bo'ladi? Shuni yoshlar uchun aytib etsangiz. Qanaqa mana shu o'zimni kasbimni sevganim uchun. Siz o'zingizni kasbingizni sevmasangiz nima qila olasiz? Kasbingizni sevsangiz tog'i ham ag'darib berasiz, to'g'rimi? O'shaning uchun men, misol uchun, biz bugun bormiz, ertaga yo'qmiz. O'zimizdan keyin ham nimadir qoldirishimiz kerakmi? Men misol uchun xohlayman, meni haqimda o 100 yildan keyin insonlar eslash xohlayman. Meni ijodimni ko'rishni xohlayman. Qat'iy nazar teatr bo'ladimi, kino bo'ladimi? Xohlardimki, shu atak bo'lmasa nima keragi bor? Ishlab, nimadir ijod qilib, o'zingizni qiynatib va o'zingizdan keyin nimadir qoldirishingiz kerak deb o'ylayman. Vataningiz uchun, oilangiz uchun, o'zingiz uchun. Bo'lmasam, agar har bir inson ijoddan tashqari boshqa kasblarni ham hozir misolda keltirsangiz, agar har bir inson o'zini kasbida o'tga kuchini, sog'lig'ini ketkazmasa, uni ustida ishlamasa, uni rivojlantirmasa va o'sha davlatga nimasi, qanaqasam o'zini hissasini qo'shmasa, bizning davlatimiz ham rivojlanmaydi. Bizdan keyin to'g'ri endi baland gaplar gapirayotgan bo'lishi mumkin davlatimiz uchun deb. O'ta davlatning ichida bizning farzandlarimiz bor-da. Bizning kelajagimiz bor, to'g'ri? Bizning davlatimiz rivojlanmasa, demakki bizning farzandlarimiz uchun, nevaralarimiz uchun ham qanaqadir to'sqinlik yaratib qo'yamiz. Men o'ylaymanki, har bir inson o'z hissasini bu hayotda qo'shish shart. Chunki bu sizni keyinchalik bo'lajak hayotingiz.
nevaralaringiz uchun, o'sha bo'lajak insonlar uchun siz qanaqadir yana ham yengilroq yo'lini ochib beryapsiz-da. Endi bilmayman, o'zbekchalar balkim so'z topolmayotgandirman. Men ham bir xil paytda topolmayman. Да, lekin для развития своих... А преподавать, вот почему ты не преподаешь? Yo'q, nimaga men ko'p yillar davomida dars berdim. Da, san'at madaniyat institutida bo'lajak, da, bo'lajak rejissyorlarimizga, kino rejissyorlarimizga dars berganman. Hozirchi? Keyin VGIKda ham ishlab ko'rdim. No, san'at va madaniyat instituti menga ko'proq yoqdi, ijod qilish. Bu ham ijod deb o'ylayman. Juda ko'p shogirdlarim chiqdi va hozirgi kunda xalqaro kinofestivallar sovrin olishyapti, rejissyor sifatida bir xil. Aynan rejissyorlar. Men rejissyorlikka dars berganman. Kino rejissyorlarga aktyorlik mahoratdan dars berganman. Juda ko'p yillar davomida va menga juda ham yoqardi, lekin afsuski meni ijodim to'xtab qolyapti. Men ham balkim chunki ko'p vaqt o'tga ajratasiz, o'tda endi bilasiz, institutda ishlaysiz. Soat ko'p ketadi va men soatimdan tashqari ham institutda qolib bolalar bilan ishlardim. Endi men shunaqa yondashaman. Men misol uchun menga puli muhim emasdi, ko'proq muhim ediki, o'zingizdan keyin shogird qoldirish men uchun muhim edi. Va endi ijodim to'xtagani uchun ketishga majbur bo'lganman institutdan. Lekin qaytish niyatim bor. Albatta, bu narsa menda qolib ketdi. Men juda ham qaytmoqchiman, lekin hozir emas. Payti keldi deb o'ylayman-da. Mana hozirgi paytda o'sha bo'lishib, o'sha ularga bir qanaqadir dalda bo'lsak, bo'lardi. Lekin aktyorlardan ko'ra men rejissyorlarga dars berishni yaxshi ko'raman. Chunki rejissyorlar sal fikri, dunyoqarashi sal keyinroq. Boshqacha, ular ko'proq o'qiydi, ko'proq ko'radi. Aktyorlar qisqa. Ayni o'zini ustida ishlamasa, aktyorga qiyinroq deb o'ylayman va zo'r aktyor bo'lish ham qiyinroq. Rejissyorga qaraganda. Da, balkim bilmayman. Lekin keyin VGIKda ham dars berdim. Endi ozgina hozir sharoitlarni yaxshilatsa, balkim qaytaman, lekin o'zimiz san'at va madaniyat institutiga qaytish niyatim bor. Albatta, o'zimning kafedramga, TVRJga. Lekin hozir o'zimga kerakman. Hozir chunki men kasaldan keyin men kuchsiz qolib ketganman-da, ham ruhan, ham har tomonlama kuchsiz qolib ketdim va meni faqat ijod kuchimni qaytarib beryapti. Qanchalik ko'proq ijod. Lekin tashqi ko'rinishda hech bir ko'rinish yo'qda, bir shu qanaqa buni ushingiz, bildirmaysiz buni. Yashash uchun kurash. Hayotni yaxshi ko'raman. Va yaxshi yashashni yaxshi ko'raman. Va buning uchun to'g'ri, endi hamma shunaqa deydi, ko'rinishingizdan bilinmaydi, hattoki doktorlarim ham shunaqa deydi, bilinmaydi. Bilmayman bu nima sababdan. Balkim bu genetika, genlar bo'lishi mumkin. Ota-onam yosh ko'rinadi, yaxshi ko'rinadi. Balkim bu o'zimga bo'lgan muhabbatim, men chunki o'zimni bilasizmi, yaqinda bu bitta narsani o'z uchun qanaqadir g'alati bo'lib qoldim. Buni bemalol gapira olaman, chunki kitobimga yozmadim. Men bu narsani yaqinda his qildim. Har bir insonning o'ziga nisbatan pretenziyalari bo'ladi, to'g'rimi? Kimdir semirgis keladi, kimdir chiroyli ko'ringiz keladi, kimdir ozgis keladi va menda ham aytardimki, har doimda bo'ladi-ku, sizda ham misol uchun qaysidir jihat nimadir yoqmaydi sizga va shu narsani o'zgartirgiz keladi. Va men oxirgi paytda endi Ayub akam filmlaridan keyin vazn olganimdan keyin ozish niyatim bor edi, lekin hech oza olmadim. Hech o'zimga kela olmadim va siqildim-da. Unisini qilib ko'raman, diyeta bo'lmayapti, sportga borsam sportni juda ham yaxshi ko'raman, lekin hozir kuchim yo'q. Prosta kuchim yo'q-da, holim yo'q bu narsaga, chunki har kuni men hali ham ximiya ichaman. Har kunlik baribir ham bilasiz 5 yil davomida hali ximiya terapiyadaman. Usiz ilojim yo'q. Bo'lmasam yashab keta olmayman. Va bitta narsada juda
men har 3 oyda tibbiyotdan o'taman. MRT, PET-CT va kontrastni qilaman. Kontrast bilasiz, bu yaderniy preparat va uni ichingizga quyadi va MRTga kirgizadi. Va men uni 3 xilini qilaman va hammasi kontrastda. MRT, MCKT, PET-CT va uni 3 kun davomida qilaman. 3-kuni shunaqa portladim. Men sizga birinchi marta aytdim. O'zi umuman birinchi marta bu narsani aytyapman. Tomirim qolmadi, teshilmagan tomirim qolmadi. 7 marta tomirimni teshib, venamni yorib yuborishgan. Endi men bu yerda medsestralarni ham ayblamoqchi emasman, chunki o'zi venam yo'q. Venam kuyib ketgan, qolmagan. Topolmagandan keyin shunaqa ko'karib ketgan holatimda va endi kontrast ham yaderniy narsa bo'lgani uchun holatingizni ham juda ham yomon holatga keltiradi. Va kontrast nimadan MRTdan chiqib mashinada ketyapman, shunaqa dodlab yig'layapman va o'zimga kelganimdan keyin men bitta narsani bildimki, bu meni qalbim yig'lamayapti dodlab. Bu meni tanam yig'layotgan ekanda. Shunaqa tanam orib ketganidan yig'lab ketyapman-da. Uyga qanaqa yetib borganimni eslolmayman. Yetib keldim. Uyda ham dod faryod qilib yig'ladim. Chunki hamma yog'im orib ketayotgandan, keyin 3 kun o'zimga kelganimdan keyin o'zimga bilasizmi dedim. Shunda o'zimga oynada qarab, o'zimga aytdimki, men seni shunaqa yaxshi ko'raman dedim. Har bitta santimetr badanimga rahmat dedim. Har bitta chidab berganiga, sabrligiga, yana ham teshilib, yirtilib, yana qaytadan tiklagani uchun men o'zimni badanimga rahmat dedim. Va men aytdim, ozmasang ham pashol к черту dedim-da. Mayli qanaqa yursang ham, sog' yursang bo'ldi dedim-da. O'zim badanimni quchoqlab rahmatli etdim-da. Va ishonasizmi, o'sha badanim ozishni boshladi. Quloq solishi boshladi. Va aytmanmanki, har bir inson o'zini eshitishi kerak ekanda. O'zini his qilish kerak ekan, o'ziga rahmat deyish kerak ekan. Tirik yurganiga, chiqati ormaganiga, ertalab ko'zini ochganiga, ey Allohim rahmat, men ko'zimni ochdim-ku, men yashayapman-ku, hech qatim ormayapti-ku degan narsa bo'lish kerak-da. Biz bu narsani esdan chiqarib yubordik, afsuski. Afsuski va bu juda muhim. Rahmatli etish. Har bir siz bilan bo'layotgan voqeaga rahmat deyish. Men yaqinda nevarali bo'ldim, 4-nevara. Va uni shunaqa quchoqlayapmanki, yig'layapman deb aytdim. Nahotki Allohim menga shu imkoniyat berdiki, men va shu kunga yetib keldim men. Hech kim bilmaydi-ku yetib kelasizmi yo'qmi. Albatta. Bugun bormiz, ertaga yo'qmiz. Ertaga yo'qmiz va har bir daqiqani mazza qilib, prosta mazza qilib yashash kerak deb o'ylayman. O'zingiz uchun. Bu endi kasal menga shu narsa keldiki, kechirimli bo'ldim kasaldan keyin. Bitta mana shu voqea qolib ketgan ekan qalbimda. Qarang. Bugun undan ham yana yosharib ketdi. Yosharib ketish mayli, lekin bugun bu narsa bo'lishga aytmaman, siz to'g'ri aytdingiz, Allohchivar. Siz bilmaysiz nima ertaga bo'ladi va balkim sizga ham Alloh shu narsani soldiki qalbingizga. Shunaqa bo'ldi. Ra'noni chaqir. Ra'no bilan gaplashgan. Men ham rozi bo'ldimki, demakki menga balkim kerakdir bu narsa. Inson kechirimli bo'lish kerak. Balkim undan ham yengil yashaysanmi degan narsa ham keldi menga. Bu это filosofiyada. Да. Ну это классная философия. Да, bu narsaga chuqurlashib ketsangiz, juda tegidan xazina, mana nimalarni, endi tilla tak falsafiy deganda juda boy bo'lib ketar ekansiz-da. Yana ham fikringiz, hayolingiz yana ham go'zallashib ketar ekan. Bu men o'zi o'sha kasaldan keyin hayotim, bu dunyo meni ko'zimda umuman boshqacha ko'rinadigan bo'ldi. Hattoki siz boshqa qiyofada keldingiz men uchun. Men bu
вот эти вот sizdan chiqib ketayotgan nima Ninalar. ninalar yovib ketdi ko'zim oldimda. Chunki men har bir insonni qanaqadir shaklda ko'rasiz-ku. Va shu ninalar shaklidagi inson hozir menda boshqacha ko'rinyapti. Men sizni hozir Javohir Zokirov, meni kasbdoshim. Shunaqa qilib hozir ko'ryapman sizni. Rahmat. O'shang bilmayman. Hayot go'zal. Rahmat siz kelganingiz uchun, xo'p deganingiz uchun. Mana ko'rdingizmi shuncha bu o'zi men har doim aytaman, bekor ochmabman shu YouTube kanalimni, chunki men xohlagan insonlar bilan qanaqa xohlagan mavzularda gaplashaman va shu narsa bilan ulashishni ahd qildim. Shu bizni kuzatuvchilarimiz ko'rsin, haqiqiy insonlarni, haqiqiy aktyorlarni, haqiqiy hayotda bo'lgan narsalarni. Lekin men 1 yildan beri hech kimga intervyu bermayotgandim. Ana eksklyuziv Bunga sabab bor edi, chunki kitobim sabab bo'ldi. Kitobimda butun hayotim haqida yozganman. Endi bu yerda bu voqea aynan To'ylar Muborak 2 bilan bog'langani uchun va hamma narsani joy-joyiga qo'yish uchun men keldim. Rahmat. Chunki baribir ham hozir boshqalarga intervyu bersam, baribir hayotdan, nimadan so'raydi. Men bu narsani ochkim kelmadi. Lekin bu narsani men boshqa intervyu beradigan insonga men bera olmasdim, ayta olmasdim. Men to'g'ri qaysidir intervyuda balkim gapirgandirman. Siz rejissyor xafa qilganman, ha deganman, lekin kimligini men ochib bermaganman. Mana endi hamma hech qachon. Va endi hamma biladi. Balkim shu kun kelgandir. Hamma narsani o'zini vaqt soati bo'lar ekan, shuning uchun sizni vaqtingizni ayamasdan kelganingiz uchun Ra'noxon rahmat. Sizga ijodiy parvozlar tilayman va albatta sizni mushtoqmiz yangi rollarga chaqirishga, chunki men o'sha yangi proyektlarimda albatta sizni joyingiz o'tdi. Hech kim o'ynamaydi siz o'ynagan obrazlarni, shuning uchun rahmat demoqchiman sizga. Rahmat. O'ylab ko'raman. O'ylab ko'ring. O'ylab ko'raman, rahmat. Ishonch berganingiz uchun rahmat. Shuncha voqeadan keyin bo'lsa ham, lekin albatta ijod qilish xohlayman va Xudo xolisa, Xudo xolisa. syomka jarayonida ko'rishguncha. Rahmat.